Assalomu alaykum qadrdonlar, salomatmisizlar? Omonmisizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Kuzam hash-pash tuguncha mana yarmi o'tib qoldi. Sentabr oyini nazarda tutyapman. Kanalimga kirib, kanalimdagi videolarni ko'rib turganingiz uchun sizlarga katta rahmat deb qo'ymoqchiman. Mana bugun ham dam olish kuni, yakshanba, soat 7:03 bo'pti. Mana navbatdagi syomkaga ketyapman, endi yo'l olyapman. Bugun kun bo'yi syomkada bo'lar ekanmiz. Mashinalar juda ham kam. Soat 7, yakshanba ko'rsatib qo'yasiz. Yo'llarni Muqimiy ko'chasi o'zimizning Novzadan Vodnikka ketyapmiz. Toshkentimizni narigi burchagiga. Bu yoqqa ham 40-50 daqiqada yetib olamiz agar yo'llar mana bunaqa ochiq bo'lib tursa, sal tezroq yursa ham bo'lar ekan, lekin yo'lda radarlar bor. Hushyorroq bo'lamiz. Ehtiyot bo'lib yuramiz deydi-ku. Eng muhimi ishi boriga shukr, harakatdamiz. Kanalimni yana ham har xil videolar bilan boyitish harakatidamiz. O'shaning uchun video lavha qilib ijodimizga befarq bo'lmagan insonlarga shu narsalarni ko'rsatish harakatindaman. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Yo'llarda yana bir ikkita narsalar olishga harakat qilamiz. Endi syomka jarayoni bugun telenovellaga harakatdamiz. O'tgan yilgi videomiz u tarmoqdagi platformaga olingan video edi. Kinokomediya edi, tragikomedia o'shanga tushib keluvdi. Bugun esa telenovellaga tushyapmiz. Aziz negativchilar, sizlarga qaratib kichik narsa aytmoqchimiz. Biz ijod qilamiz. Voy bunaqa ekan, voy unaqa ekan degan fikrlarni mayli xohlasanglar yozinglar, xohlasanglar yozmanglar, lekin hozir telenovellalar, seriallar juda ham ko'payib ketdi. Konveyer usulida bo'lib ketdi. O'shani hisobga olib bugungi telenovellarimiz ham xohlasa xohlamasa suflyorsiz ishlamaymiz, chunki ishimiz juda ham ko'p, syomkamiz ham juda ham ko'p. O'shanga hushyorroq bo'lib qarab yozarsizlar. Mana ijodimga befarq bo'lmagan insonlarga katta rahmat deb qo'yamiz. Bir tomondan negativlar ham bo'lgani yaxshi. Nima deydi? O'zingni xatoingni aytib turishadi. Shu yog'ini endi tasbisi syomka jarayonida videoga olib jo'natib turamiz. Salomat bo'linglar. Yana bir bor assalomu alaykum. Mana biz manzilga yetib keldik. Vodnik dahasiga yetib keldik. Syomka jarayoni hozir boshlanadi, bashi nuqtada. Ardapamlar shu yerdalar. Barva yosh tomoshabinlar teatrini aktrisasilar, opamlar bilan ancha yildan beri tanishmiz. Mana Fatima, mana singlim mana. Biz bugun Anvar akamlar bilan Iqrordamiz, xudo xolisa. Logotipingizni ko'rsatib qo'ying, ortingizdagi logotipi mana. Rejissor guruhiga mana shu logotipli, mana shu logo emblemali maxsus kiyimni berishgan. Fatima degan emas, bizadagi Gapyo guruhidagi necha yillik Gapyo guruhidagi Vazira opamizni jiyanlari bo'ladi, ya'ni kim katta opalarni qizlari bo'ladi. Bu ham begona emas. Bu ham o'zi MTRK sohasida milliy kompaniyada oiladan chiqqanmiz. Gap qo'ysanglar, opamlar opamlar adashmasam kuni kecha
tavallud ayyomlarini nishonladilarmi? Nechaga kirdingiz? 18 mi? Endi 17dan 17dan 18 ga kirdilar opamlar. Kecha bayram bo'lgan. O'shaning uchun bugun nima deydi? Bugun erta tongdan kelganlar. Baraka topsinlar, ana g'ayrat kuchli. shijoat bor, Shijoat bor. Eng muhimi opamlarning tanlari, jonlari sog' bo'lsin deb qolamiz. Bugun birga ishlaymiz, ish jarayonlarini ham vaqt-vaqt. Yoshligimdan bilaman. Hamma bu gapni men sizga aytishim. Men sizni yoshligingizdan bilaman. Yosh tomoshabinlar teatrida o'sganmiz, katta bo'lganmiz. Ruschasi 200 deydi. Shaharda joylashgan edi. Muhiti boshqacha edi, shahardagi teatrni. Ammo lekin hozir teatr ko'chgan, o'shaning uchun Abay ko'chasiga ko'chgan. Mashhur Abay ko'chasi bor. O'sha Ochilishi deb qo'ying, 97-mavsum. 97-mavsum ochiladi. Endi bu videolarni qo'ygunimizcha sal vaqt o'tadi, chunki bugun 14-sentyabr. 1-2 kunda qo'yishga harakat qilamiz. Nasib etsa, qolgan tasvirga olish jarayonlarini ham e'tiboringizga havola etib turamiz. Tan joyingizga sog'. Hammaga omad. Fatima ham keldi. Xo'sh. Soch oqartirish. Yosh ko'tarish hammasi grimyorga bog'liq. Ya'ni kim Fotimaga. Bilyaptimi soch oqargani? Ha? Qoshga ham beradi hozir. Mana bir pasda omadi, kuchi, mol mulki, eng muhimi barakasi ketib qolgan odamning ko'rinishi mana shunday bo'lib qoladi bu pasda. O'ldi. Endi anu ko'pchilik kinolarda maxsus chodirlarda, maxsus kreslolarda, anu maxsus yo'lovchilik guruhlar qilib, hamma yoqda anu kofe, choy qilib, aktyorlarning tepasida bunday yelpig'ich. Bu operativniy syomka deb bular hammasi. Operativniy degan tez olib ekranga, efirga beradigan holatda. Bunaqa o'tirib, choy ichib, 2 soat grim, 25 soat hali aktyorni tekstini yodlattir, hammasi tez olinadi. Negativchilar bu sizlarga tegishli gaplar-da. Hozir turgan joydan grim qiladimi? Tekst yettirsa bo'lmaydimi? Balimidi deydiganlar chiqadi, aqllilar chiqadi. O'shaning uchun aqllilarga aytayapmanki, hamma narsa tezda, sifatli. Eng asosiysi, muxlisiga yetkazilishi kerak-da. Oqarda? Men o'zimda his qildim-da, sochim oqargani, qoshim oqargani. Hozirda kameradan yana bo'ladi. Qo'y. Ha? Oldin yaxshi bo'lgan bo'ladi mana shu holatda. Jaqaridan ketmagan joy yosh. Endi barakadan qochganda, baraka qochsa sochiga oqar tushib ketadi. Assalomu alaykum. Sizlarmiz? Muxlislarimizdan ko'rsa, mana shu muxlislar hammasi ko'rib tomosha qilib ketyapti. Vodnikda aytishadi-da, o'sha lo'li mahalla bor deyishadi-da. Mana shu do'lma atrofida hammasi yodiy mahallalari, o'sha eski mashta yasab kelgan lo'li mahallalar bor-da. Hammasi mana kelganimizga nuqson bo'lgan bo'lsa, hammasi kelib bittalar ko'rishib ketadi. Salom berib ko'rishib ketadi. Oqibat kuchli bu insonlarda. Oqibat kuchli.
Uy joy hovli hammasi mana shu ko'chani o'zida uy joyligi bor. Oqibat kuchli, eng muhimi oqibat. Hammaligi mana masjidda 7 soatdan beri turgan bo'lsa, mana masjidda ko'rsatayki. Masjid ko'cha mana. Bu onaxonam ketdi. Yani shu opa ham kelib ko'rishib ketdi. Hurmatini qilib, oqibatini qilib ko'rishib ketadi. Qoyil qolish kerak. O'zingni bir xillarda yaqinlaring, tanish bilishlaring va yuzini teskari qilib o'tib ketadi. Bularda unaqa narsa yo'q. Oqibat kuchli. Hammasi nechta odam o'tgan bo'lsa ham qarab turinglar. Zo'rdan bo'lsa ham kelib ko'rishib o'tib ketishadi. Hurmatli. Opaga mashinada o'tiribdilar, mana mashinada necha daqiqadan beri o'tiribdilar, kelib ko'rishib o'tib ketishadi. Chunki bular san'atkorlar, ijodkorlar juda ham hurmat qilishadi. Ishni boshlaymiz hozir birpas turib. Mikrofonni taqdik. Hammasini taqib oldik. Endi motor degan komandan bersa ishni boshlaymiz. Bismillah. Nariga tomonga o'tarkanmiz dedi. Grimni qildik, mikrofonni osdik, motor degan komandan e'tiborlashsa bo'ldi. Yaxshi podezlari ozoda, chiroylikkina. Nashta bo'lsa kerak, Alloh alam. Kamera motor. Nacho. Chiqoring. Farida po chiqoring. Farida po. Yo'q, Nodir Eli ikrom çok. o'qish kerak emas. Ana bu yoqda ag'ratgada telefon rosakaldan gaplashsa, o'qib berasiz. Faqat bir-biringizga tushmasanglar bo'ldi. Farida pamga rostdan telefon qiladi. Ben nereye tamam çıkıp olacak. Korumayayım şu hadi git. Chiqib. Chiqib. Bu shunda men siz paketsiz chiqdi. Sumkalarım. Bu paket kerak emas. Bizda rol o'ynaydi. Men shuni operatordan qo'yib qo'ydim. Buningcha orqaga qo'yishingiz kerak. O'sha qantiga qo'yib ketgan bo'ladi. Paketni. Orqanday. Mana orqada turibdi-ku kolonka. Ha, o'sha tagiga pul qo'yib qo'ysin. Pulni paket pul. Hech kim taksiga orqada qo'ymaydimi pulni? Sizdan keyin tashakkur. hozir o'sha gaplarni to'g'ri qilib olishimiz kerak. Mana to'xtadilar. Opa, men mana bunaqa ketdi, tekst berib turiladi.
bo'lsa noto'g'ri ketyaptik. Siz o'sha ayolni menga gapiryapsiz. Sizga nima bo'ldi? Nobuz yo'qmi? Gapiribdi. To'g'rimi? Keyin. Hozir o'sha tekst hozir boshidan olamiz hammasini. Yurayotganda adam farqi. Yo'q, yurayotganda bitta to'xtadilar. Opa, men mana shunaqa qilaman degan joydan olib ketamiz sirasi. O'sha joydan o'sha ayolni men bundan 5 yil avval, 15 yil avval Siz o'shami? Chunki noto'g'ri ketdi de tekst. Hozir bu odam to'g'ridan ketdi. hozir nima qo'yib kamerani? Mana. Mana Nima ishdan yo kamera oldi? O'sha ayolni deganda hozir to'g'ri keladi. Siz o'sha ayol deymi yo opa siz o'shami? Siz o'sha ayolni bundan 15 yil avval Urug'sor do'konini oldida qonun sotib yuradigan ayol. Bitta tochka yetib beraman. Ha, bo'ldi. Bilan ishlashmadik, sekin pauza bor. Yaxshimi? Ha. Diqqat, zapis. Resak. Ketdi. Bir bor uzun siz o'sha ayolmisiz? Bundan 15 yil avval do'konni oldida xonim, hasib, somsa tuman ovqatlarni qilib tog'orangizda sotib yurardingiz. Goh do'kon aylanib, goh bitta ustida to'g'rangizni qo'yib ovqat somsani sotar edingiz. Goh do'kon aylanib, goh bitta betonni ustida tog'orangizda qo'yib do'konlarni aylanib savdo qilgan ayol sizmi? Ha, men bolalarimni shu tirikchilik qilib oyoqqa qo'ydim. O'sha qurilish mollari do'konlarni ordalarida sotib yuradi. Men o'sha do'konlar egasi edim. Sizni haydab to'g'rangizni otib yuborgan edim. Opa, men o'sha do'konlarni egasi edim. O'sha siz tirikchilikka chiqqan vaqtingizda tog'oralaringizni otib yuborib tepgan inson menman uni. Sizdami? Eshladim, men shu yerda yo'q, yog'iga boshqa taksi deb olaman. Yaxshi bo'ldi. Boshqa taksi chaqiring. Yo'q. Unday demay. Opa, unday demay. Iltimos, aytgan manzilingizga o'zim olib borib qo'yaman. Faqat tushib qolmang. Mening xatolarimda o'ylaganimda birinchi bo'lib sizni esimga tushasiz. Opa, ochig'ini aytsam, qilgan xatolarimni eslasam, birinchi bo'lib siz ko'z o'ngimga kelasiz. Nihoyat topdim. Hozir uzr so'rash, uzr. O'shanda u nimaligini bilmabman. Meni kechiring. Nihoyat sizni topdim opa. O'shanda men nimaligini umuman tushunmagan ekanman. Mana sizni ham qidira zo'rg'a topdim. Retrodan qaytdingiz. Qanchalik? Keksayib boring. Ish boshqaruvchi jo'rabek meni ko'taradi. Ish boshqaruvchim Jo'rabek meni ko'paradi. Anaqani srazu qarang. Da, Yechib все, o'tirib olib все, kelgan да, ish да. boshqaruvchi. Ketdi retrodasiz, qaytdingiz, nachalik. Ish boshqaruvchim Jo'rabek meni rosa avradi. O'sha paytda rosa maishatga kelib qolgan vaqtim edi. O polisdan yana orqani olamizmi? O'sha vaqtda maishatga rosa berilib ketdim.
bo'ldi. Uyga ham bormaslik. Rosa kamsitardim. Ayolimga ham qo'l ko'tarardim. Voy! Siqib yuradiganlar hali ham bor. Mana Shuhrat aka operatorimiz yaqinroq. Shuhrat. Hello, how are you deydi. Shuhrat yoshlar telekanalining mohir operatorlari. Mana hozir serial, telenovellalarda ishlaydi. Operatorlarni eng zo'ri to'g'risini aytaman, ozg'in qanday qisilib turadigan operatorlar bo'ladi. Endi biz jissamiz kattaroq-da. Jissamiz kattaroqligiga ham qiynalamiz. Katta operatorga sizga turadigan pakli bo'ladi. Hozir mana endi ikkita kamerada olib yotibmiz. boshqaruvchilarga berilaveradi. O'sha paytlarda masjidga berilaveradi. Lekin topban chiqarilib qolganda bunga o'sha vaqtda do'konga haydab tog'arangizni ag'darib yuborgandim. 7 kishiga omad ham bir keladi deyishadi. To'g'ri aytishgan ekan. Shu joydan boshdanmi? Ha, yaxshi. Kelgan joydan olaveramiz. Stop berganmidi ishxonaga? Sir bo'lmaydi. Kerak stop o'tdimi? Bitta dolar degan narsa. Sal oldin olaylik-ku. Ham joydan boshlaymiz. Uyga ham kam borardim. Uyga ham kam borardim. Ayolimda kam. Ayolimda ham kamsitardim. Arzimagan narsalardan janjal chiqarib qo'l ko'taradigan vaqtlarim ham ko'p bo'ldi. Arzimagan narsalardan janjal chiqarib qo'l ko'taradigan vaqtlarim ham bo'ldi, opa. O'sha vaqtda do'konga mol tushirayotganda sizni haydab tog'orangizga ag'darib yuborganman. O'sha vaqtda do'konga katta miqdorda mol tushirayotganimda ham sizni tog'oringizda ag'darib jahlda tepib yuborgan edim. 7 kishiga omad ham bir keladi deyishadi. Opani gap. To'g'ri aytishgan ekan. Lekin o'zim ochiq qilib ochlik qilib kelgan omadni asrab qola olmadim. To'g'ri aytishgan ekan, opa. 7 kishiga omad bir marta kerak. Men ham mana shu omadni ushlab qola olmadim. Do'konlarimni, uylarimni sotib, pulimda katta bir sex qurilishiga tikdim. Do'konlarimni sotdim. Omad kelardi. Ko'z oldimga faqatgina mana shu zavoddan mo'maygina pul tushumi kelib turardi. Bu orada qizimni uzatadigan bo'lib qoldim. Ona bola parda tikishardi. Mening do'stlarimga osh ber masjid biri ona bola parda tikishardi. Mening do'stlarimga osh berganimni aytmaganida to'yning sarpo surug'larini ayolimni o'zi qildi. Agar do'stlarim menga o'sha vaqtda Yo'q, mening do'stlarimga osh berganimni aytmaganda, agarda mening do'stlarimga osh berganini aytmaganda, osh berganimmi? agar do'stlarimga osh berganimni aytmaganida to'g'ri vodnikdan rohatga chiqib ketadigan yo'l ochilibdi. Zo'r yo'l qilib qo'yibdi.
svetofor, infrastruktura, xonadon, hovlilar, o'rtada yo'l, yashil makon, ko'p qavatli imoratlar, yo'llar tekis ravon, zo'r, chiroyli. Yo'l belgilari joy-joyiga qo'yilgan. Eng asosiysi bitta havas ham bor ekan. Mana korzinka ham bor ekan. Korzinka ham ochilgan ekan. Havas ham bor ekan. Korzinka mahalla ekan. Biz keldik. Biz ularni topdik. Keyingi obyektga keldik. Endi keyingi obyektda qolamiz mana shu yerda. Bu ham ancha rivojlanib qolibdi, bu mahalla ham juda ham chiroyli bo'lib ketibdi. Juda ham chiroylilashib ketibdi. Pas uylar bo'ladi, rohat 4-ko'chasi ekan. Rohat mahalla 4-ko'cha o'tib qolgan. Bo'ldi, tushamiz. Keyingi obyektga keldi, davom etamiz, ishni davom ettiramiz. Ular. Keyin babani xotirjam bemalol turib ketamiz. Kim? Sardor? Lekin shularga anaqa qilaman dedilar. Yo'q, shularda bitta kadr-ku, tergovchi, prokuraturada degan. Ana shu ekan. Mana salqin. Yes, men hamma ishni qonuniy Mashina qilgan. yo'q ham bor. Qo'limda qurilishga ruxsat olganim haqida ma'lum ham bor. Siz o'rgangansiz-ku, bu muhofizada ekan. Bildirsak bo'laylik. Keyingi syomka maydonchasiga o'sha qahramonimizni kekirib pul topib, umuman kekirib ketgan vaqtdagi ana olingan imorat. Nasilli, fantalli, Gaplashib. shunaqa uy bo'lar ekanda. Tak. Orqada. Tepaga chiqaymi? Tepadan tushmaymi? Oyoq kiyimlar endi nima? Bo'ldi. Oyoq kiyim keyin so'mkami Yo, keyin so'mkani nimadir? Ana tepadan tushib kelib mana shu yerda gaplashsangiz zo'r bo'ladi. Qizil gilamchadan tushmaymi? Ha. Kibrlanib, ha. Birlayotgan payt Bir Temur xotinni Alomatxonni kasetasini batareyani almashtirardi-ku. Ulkan Temur erkakdagi obrazdada bu. Batareyani o'zgartirdi. Actually, right zo'r. Shu ikkita. Alo.
Abdi. Tuman prokuraturasidan Olorbek Aliyevman. Navar ko'chasida qurilish molini ishlab chiqariladigan ishlab chiqaruvchi korxona rahbari Haydar Shokirovich bo'lasizmi? Ha, tekisliman. Tinchlikmi? Korxona hujjatlarini olib mahkamaga kelishni so'rayman. Siz noqonuniy qurilish ishlari olib borayotgan ayblanasiz. Nimaga siz mahkama ishlarini qonuniy qilganman. Siz nima deyapsiz? Men hamma hujjatlarni, hamma ishlarni qonuniy men hozir sizga qayta qo'ng'iroq qilib yuboraman. Jo'rabek. Ko'taring. Zapis ketdi. Kamerani to'rt, shuni nachili. Iya. Charchayapsanmi? Qarzingadan kelyapsanmi? Qo'ymaydi. Kel, shu alani. Shu al. Kun bo'yi mana birinchi shu o'tirasiz. Kel qizim, kel amon. Filmini zo'r bo'lib ketdi. Vaqt olaman, yo'q, qo'ydan. Zo'r transfer qilsam bo'ladimi? Bu keldi. Telefonni yo'q deydi. Adam nima qilaman kiysa? Yo'qmi? Transfer shotda. Bugun telefon yo'q. So'ra oladimi? Yosh qoladi endi. Niye yetmaydi? Anaqa sarmanzu yopilib bo'lgan, to'g'ri? Ha, kirpini sira ko'rmayman. Sog' bo'l qizim. Davay, keling. Sardor adasay. Ha, biladi. To'g'ri. Qanday kulyapsan? Romnaqasiga olaman-ku, baribir bo'yni bir xil qilib. Ketdi. Kamerani to'rt, nachili. Sanab olish shart emas. Pochtangiz bilan mehr oqibat. Boshqa qoladi sanab olish. Nima gapga notariusga qo'ysam bu xolos. O'tga go'shtinchaga. Natariusga nimaligini? Notariusga qo'ysam. Ketdi natasi. Analarga buni kuzatib qo'ygan oling. Buyoqqa qarab qo'ygan oling. Notariusga qo'ysam. Bu pul bu gapirmadingmi? Nachili. Haydaraga boshdan ko'rib oldim. Ya'ni kelishilgan pulimizni. Xohlasa, Sanab oling. noqulungiz ketdi sizga. Normal. Haydaraga boshdan ko'rib oldim. Mana kelishilgan pulimizni. Sanoqsiz bo'ladi. Sanab olishim shart emas. Necha yillik qadrdonmiz? 5 yoshga o'tsin shuni. Necha yillik qadr sanab olishim shart emas. Unda xudo xohlasa ertaga notariusga borsamizmi? Salomat. Bir shart emas. Bola ketdi, kuzatib qarab qoling orqadan. Qarab bittasi qarab turib, sirasi telefonni olib. Bu pulga qarab qo'ying. Bu pulni detal olasiz bu. Bittasini topdim. Navbatdagi sahna. Mana Yodgor opam ham keldilar. Mana ko'rsat, Yodgor opamni. Mana suv parisi bo'lmoqchiman. Sholab etib sakramadingiz suvga.
aytib turasizlar-da. Bo'p, keling Dildor opa. Buradagi Yo'q. hozir общий kadrmi? Общий yo'q, ha, общий yozamiz. Buningiz yo'q, ha? Yo'q. Bitta ko'rib olaman-da, keyin kimgadir klubga qo'yib yuboraman. Hop, boshini bitta ko'ring. Shunga qarab kimgadir klubga qo'yib yuboraman. Olarmikan bo'tqandami? Sizga Bo'ston bo'lsa ham hozir mana Dildorga ishlasa bo'ladi. Basseyn tarafda. avlo gapga o'tiradi. Ha. Basseyn ichiga tushib olib oling. Hadi. Hadi. Shu oshib qolibdi, to'xtamsan bo'lsa. Mashtan to'xtar ham bo'ladi. Qachon? Mashtan. Ha, bo'ldi. Birinchi guruhning bitta guruhning bitta o'pishinglar. Anasi bitta o'pishib. Mana kamchilik yetarli. Ko'rib olasiz. Ha, perchatkani, Nodir perchatkangizni olib qo'ying. Omeskadan ko'ra siz mashina parkovkasini o'ylang, parkovka qilish. Mana tayyor, ketchi. Ya, sana ne olsa bolalar. Eng sara ro'zg'or qilib beraman. Yo'q, shunda ham bemaza ovqat qilasan. Mana onda odamga yaxshi qaradingmi? Duolarni o'tiribman. Ishqilib. Men yo'g'imda onamlarga yaxshi qaradingmi? Duolarni olib o'tirdingmi? Bemaza ovqatingni o'rganish. Men ko'chada ovqatlanib kelaman. Bolalarni ko'rdim, yetadi. Kayfiyatim ham buzildi. Assalom. Bemaza ovqatingni o'zing ich. Men ko'chada ovqatlanib kelaman. Bolalarni ko'rdim. Sog' salomat ekan. Hech bo'lmasa bunda qolsangiz bo'ladi. Bolalar ham sog'inishga yetasiz. Bolalar ham sog'inishganmiz. Balkim o'zlari sog'ingandirlar. Avval ovqat pishirish o'rgan. Go'shtni o'zing qovurib, nasiblar, yemaslar. Avval ovqat pishirishni o'rgan. Go'shtni hadab, o'zing qovurib yemas. Bosar tusarini bilmay qoldim. Ko'chada o'tirmaysan. Bosar tusarini bilmay qoldim. To'rsin topib. Ko'chada dinsimaysan. Uyda yaxshi ota bo'lgan, mehribon ota bo'lgan. Ko'chada hamayli. Biznes nima edi? Biznesmensan. Ha, uyda yaxshi er, yaxshi ota, yaxshi o'g'il bo'lgan. Shuni yomonladimi? Ovqatingni ye. Qo'y, o'zingni bor, senga qachon insof ko'radi? Endi o'ylayapsan, senga qachon insof ko'radi? Bir tomoni boshlasang, go'rga yedi. Zo'r, sen ovqatingni yo'qda, qo'y, o'zingni bor, senga qachon insof ko'radi? Bir tomoni boshlasang, go'rga yedi. Bitta kerak joydan temir ola olamiz.
O'tir. Mana shu aqliy turmoqchi bo'lib, aqliy o'char, sana o'tirib qolasiz. Ketib turmoqchiman unda. Ko'p jahl qildi, jahl qildi. Bunaqa hech vaqtim kerak men Xudoga qo'shilib. Shu sizga meni yomonladimi? A? Sizga qarshi meni shu qayerdimi? O'chir. O'tir joyingga, senga qachon insof kiradi? O'tir joyingga. Senga qachon insof kiradi o'zi? Haddingizdan oshib ketibsiz. Bir baloni boshlasang go'rga yetasan, o'zingga oyog'ingga botqa urmagin qilib. Bir baloni boshlab go'rga yetasan. O'zingni oyog'ingga bolta urmagin, haddingdan oshmagin. Voy astag'firulloh, astag'firulloh. Sendan kutmagandim, ha? Yani guruchlari bilan oling. Buncha ovqating Hadi, bemaza. hozir. Sardor, bataray. Stopmi? Ha. Qanchalik ovqat ichishda? Buncha ovqating bemaza. Itga solsang, it ham yemaydi. Опять tushyapti. Dastur ber, orqalariga. Mana shunda bo'lsa yo'q. Nima deyapsiz? Bunga javob berib olib, Hozir to'xtab turing. bo'l tushundim. Buni qo'yib yuborib boshqasiga. Nima deyapsiz? Og'zingga qarab gapir. Indamagan sari. O'zingdan ketyapsanmi? Oilangga ishlatmagan puling nima keragi bor? Oilangga ishlatmagan pulni nima keragi bor? Ha? Ko'chada sen haqingda haqni gap eshitolma. Meni nomusimga Ketdi. Oilangga ishlatmagan pulni nima keragi bor? Ko'chada o'zi har xil mish-mish gaplarni eshitib yuribman. Hattoki qo'shnilarning oldida ham boshimni ko'tara olmay qoldim. Sen haqingda gaplagan. 3-4 so'm pul topib bosarchani bilmay qolding. Ko'chada biznesmen, uyda yaxshi er, yaxshi mehribon ota bo'lgan. Aytishyapti. 3-4 so'm pul topib, bosar tusharini bilmay qopdi o'g'lingiz deb. Sal uyda hech bo'lmasa mehribon ota, yaxshi er bo'lgin. Ko'chada mayli, biznesmen bo'lsin. Uyda hech bo'lmasa yaxshi er, yaxshi ota, mehribon o'g'il bo'lgin. Ko'chada mayli, biznesmenmi nima bo'lsang ham. O'chir ovozingni dingding, o'tir. O'sha bilamiz. Ketdi, davlat. Mehribon ota, yaxshi er, yaxshi o'g'il bo'lgin. Yana bitta. Kim? O'zi. Tamam o'ylab qo'yar. Ha, hol ben uçururdum. O'zidan o'zi. Ha, mayli. Shundagi sizga bo'laveradi. Har telefon o'chirib qo'yib Sal bundoq mehribon ota, yaxshi er, mehribon o'g'il bo'lgin. Mayli ko'chada biznesmen bo'lsang ham. Ona, Ha, meni sizga shu yomonladimi? voy tavba. Meni sizga qarshi shu qayradimi? Hozir borib, O'tir. O'zingdan ketibsanmi? Qara, Anvarga stolni taqillatgan, oyiz borlar, просто hozir borib abjag'im chiqib ketdi. Biznesmendan xabaring?
Shu biznesmen, ko'chada biznesmen bo'lib yuraver. Ana, meni sizga shu yomonladimi? Ha? Meni sizga qarshi shu qayratimi? Hozir borib amjig'ini chiqaraman. O'tir. O'tir. O'zingni basmo qachon senga insof kiradi? Bir baloni boshlasang go'r yetadi. O'zingni oyog'ingga bolg'a urib qo'ymagan ish qiladi. O'zingni bosval. Qachon aqling kiradi? O'zingni oyog'ingga o'zing bolta urib yurmagin tag'in. Yana bitta boshim. O'zingni bosval. Qachon aql kiradi, a? O'zingni oyog'ingga o'zing bolta urib yurmagin tag'in. Hech sendan kutmaganim shu. Shunaqa o'zgarasan deb o'ylamagandim. Aqling joyida deb bilardim. Bu pul quturtirmay o'lsin. Stop. Kengisini olib, keyingi epizod yodgor opamiz bor. Shunda oldi. Voy, Irodi yana yezib qo'ymagan. Bir qarichi. Hurmatim cheksiz. Mana. Rahmat. Go'dachani qarang. Go'dam tegida qolib ketadi. Bolani katta qilib o'stirib qo'yganman-da. Bu baraka toping. Tohirni o'stirdingiz mana. Nigor keliningiz. Fatima Zuhra. Fatima Zuhra. Voy, ular semirib ketadi. Shunaqa возрастda hozir. Bittasi yurib qoladi, bittasi anaqa shuncha harakat qilsak ham sevib ketadi. Shunaqa anaqa bo'ladi-da. Qani, men suv ichsam ham, havodan nafas olsam ham semirish qobiliyati. Qani olyapsizlar. Kadrlarimiz bor, anaqa tam. Tak yaxshi. Attenzione. Hech yo'q. Yani, jo'mi? Changrabdi-yu. Bak, burjuadan qara. Hozir holatimizni bo'yicha yana tushuntirishlar bor edi. Ovozim yaxshimi? Dialogim bormi? Qanaqa gap qo'yishga Shundanmi yo? Motor, zorbam ishlayaptilar. Tushib kelyapsiz.
Hamma narsamni sotib qo'ydim. Biznesimni ham sotdim. Avtomobillarni ham sotdim. Faqat sotilmagan narsa xonadonimiz qoldi. Imkon qadar uyimizga qarzlarni tezroq yopishim. Shuning uchun Men sizdan shu paytgacha biror narsa so'rasam hech qachon ma'qul ko'rmagansiz. Sotmang deyman, ilojsizligingizni ko'rib turibman. Shundan uyi sotmang dedim, lekin ilojsizligingizni ko'rib turibman. Bu uyga o'zingiz olgansiz. Shu bilan mushkulingiz oson bo'lsa roziman. Bu uyni o'zingiz olgansiz. Agar shuni sotsangiz, mushkulingiz oson bo'lsa, mayli, soting. Uy sizdan aziz emas. Har holda ko'chaga chiqarib yubormassiz. Uy sizdan aziz emas. Har holda bizni ko'chaga haydab yubormassiz. Olmaliqdan shahar chetrog'idan uy ko'rib keldim. Biroz eski, 2-qavat, 3 xonalik. Karim bilasanmi? Ishon. Agar ishlarim yana yurishib ketsa, shu uyimizni qaytarib olaman. Buni vaqt ko'rsatadi. Shuncha buyumlarni, narsalarimizni qayerga sig'diramiz? Buni vaqt ko'rsatadi. Aytgancha. Bu uyda juda ham jihozlar, buyumlar juda ko'p. Shuncha narsani qayerga sig'diramiz? Men keraksiz jihozlarni sotib yuboraman. Yo'l haqqi berishga kerak bo'ladi. Men uydagi keraksiz narsalarni sotib yuboraman. Pulini sizga bersam, uni ham qarzingizga to'larsiz. Kartoshka nimagandim, yeyverasiz. Albatta bilan. Seni go'shtsiz taoming ba'zilarni go'shtli taomlardan ko'ra o'ta mazali bo'ladi. Qayda bor. Maza qilib yeymiz. Stop. Nechi bilan? Крупный. 7-15. Люба. Tuan. Asosan Nodir bilan o'g'illarni bilmayman. Nodir bizga asosan Nodir qo'shib beradi. Yaxshimi? Yaxshi. Bunaqa qo'yib bo'ladi. Bitta endi bitta Kontrol bo'ladi. Nodir bekzod ishlar. Oddiy. Lekin yaxshi ishlaydi. Shu saytida bormi? Tak, все. Kontur. Sonrası bu. Turursa tegmayman, ben sal ko'taraman. Terminator bo'lib ko'tarmoqchi. Nega o'sha ham xalaq qilyapti? Yozig'i bor ekan. Yo'q, men birov Hech narsa qilmaydi, yo'q o'chirib qilaman. Yo'q bo'laman. Bitta do'q ko'rinchi. Bo'ladimi? Terminator dedi. Anaqa potishka. Buni yuzimni tozalamayapti-da, anchadan. Keyin yuzimni tozalab, masaj qilib, mana maskalar qo'yib, ochkilar taqib, nimadirlar qilib, keyin oyoqlarni anaqa pedikurni deydi. Vaqtida bo'lmayapti. Vaqti bo'lmayapti. Bo'lmasa Mika. Mana bunaqa joyi bor-ku. Ha.
Diqqat. Nodar ovoz. Muhammad bilan rakursini o'zgartirib olmam. Diqqat. Tixa gaplashmaymiz a. Step Nodir. Aytayim, bo'ldi. Karima bilasan, keyingi paytda ishlarim yurishmay qoldi. Shu uyni sotib qarzlarimdan qutulishim kerak. Boshqa sotadigan narsam qolmadi. Karima. Bilasan. Bor do'konlarni Men sizdan shu paytgacha biror narsa so'rasam, hech qachon ma'qul ko'rmagansiz. Men sizdan shu paytgacha biror narsa so'rasam, hech qachon maslahatimga ko'nmagansiz, qulog'im solmagansiz. Sotmay deyman, ilojsizligingizni ko'rib turibman. Bu uyni o'zingiz olgansiz. Men sizga biror narsa aytsam deng. Men shu paytgacha sizga biror narsa aytsam, hech qachon maslahatimga quloq solmagansiz va ko'nikmagansiz. Sotmang derdim-u, lekin ilojsizligingizni ko'rib turibman. Undan tashqari bu uy sizniki. O'zingiz pulingizga sotib olgansiz. Shu bilan mushkulingiz oson bo'lsa roziman. Uy sizdan aziz emas. Har holda ko'chaga chiqarib yubormassiz. Shu bilan mushkulingiz oson bo'lsa, men roziman. Uy sizniki. Faqat bizni ko'chaga haydab yubormassiz. Olmaliqdan shahar chetrog'ida uy ko'rib keldim. Olmaliq kerak emas, shahar chetidan. shahar chetidan uy ko'rib keldim. Birozgina markazdan uzoqroq, ammo lekin ko'p qavatli imorat. 3-qavat ekan. Birozgina ta'mir talab. Ta'mir talab olib tashlaymiz aka, chunki juda oddiy uylar. 3 xonali. 3 xonali. Ikkinchi qavat 3 xonali. Shahardan chekkaroqda uy ko'rib kelgan edim. 2-qavat 3 xonali uy. Ishlarim yurishib ketsa, qolsa shu o'zimiz qaytib olaman. Nasib etsa, ishlarim yurishib ketsa, shu xonadonimizni ham men qaytarib sotib olaman. Ammo lekin hozirgi vaqtda imkon qadar ana shu xonadonga ko'chib turamiz. Buni vaqt ko'rsatadi. Shuning uchun buyumni qayerga sig'diraman. Nima? Ancha yordam beradi. Qarzingizdan qutulasiz demoqchiman. Meni tushunganing uchun senga rahmat. Seni ko'p kamsitdim, ko'p xo'rladim. Qadringga yetmadim. Qadringga yetganim yo'q. Endi undan to'laman. Yonimda sendan boshqa hech kim qolmadi. Endi unday qilmayman. Yonimda sendan boshqa hech kim qolmadi. Ishonganlarim, ham tovoqlarim, hammasi qachab ketdi. Bo'yinga shukur. Mana ko'rasan, vaqt kelib bundan ham yaxshi uy olamiz. Ishongan do'stlarim, ham tovoqlarim ko'pchiligi meni yolg'iz bir o'zimni qoldirib ketishdi. Kecha ovqat pishirib qo'yganman. Faqat go'shtsiz. Kechaga qotgan nonlardan dimlama qilgandim. Yeyaverasizmi? Albatta. Sening go'shtli taoming Nima shiq qilyapti? Shu albatta. Albatta. Seni go'shtsiz taoming mana bularni ba'zilarni go'shtli taomidan ko'ra ancha shirin. Qayerga yo'q? To'rtta go'sht bo'ladi. Siz 14 bo'ladi. Qanday nechta? Men izlab chiqib balki o'shanga ana shunaqa sal emotsiya kelyapti menda. Diqqat. Yes,
Boshida olamiz, hali yo'lsin. Sardor. Hozir Do'ropaga tushib turasiz. Hozir yaltirasangiz ham Doraga ishlaysiz. Bor-ku. Keyin Yana kelganlarga buraga keyin buraga Ha, hozir kimga ishlaydi bu kurpejda? Dildor opam bilan общий ishlaganmiz. Hozir sizga ishlayapmiz, bularga ishlayapmiz. Shuhrat? Ha, siz boshida kirib Oyijon. Sizga nima bo'lyapti, oyijon? Masalari bo'lgan. Dori bersam ichmayman. Oyijon. Shifoxonaga olib boraymi? Ha? Eng malakali shifokorlarga ko'rsataymi? Ha? Shifoxonada davolanasizmi? Birpasda tuzalib qolasiz, yaxshi bo'lib qolasiz, oyijon. Onajon, bir pasda tuzalib qolasiz. Ha? Nima deysiz? Oyijon, olib bora qoling. Eng zo'r shifoxonaga. Ha, onajon, nima deysiz? Shifokorlarni zo'rlarini ko'rsataman. Eng zo'rlari sizni ko'rishadi. Oyijon, balki biron nima yegingiz kelayotgandir. Nima desangiz olib kelib beraman. Onajon balkim nimadir yegingiz kelayotgandir. Nimani istayapsiz? Hammasini muhayyo qilaman, onajon. Mendan yuzingizni o'girmang, joni. Ona. Mendan yuzingizni, nurli yuzingizni o'girmang, onajonim. Nega yuzingizni o'giryapsiz? Meni kechiring, ona. Onajonim. Men sizni rozi qila olmadim. Mendan rozi bo'ling, onajonim. Onam. Karimaxon, o'g'limdan xafa bo'lmang, insof so'rang. O'g'limda xafa bo'lmang. Insof so'rang. Bolalaringizni rohatini ko'ring. Ilohi. Bolalaringiz rohat ko'ring, bola. Ana. Dedesiga noqatda kelyaptilar. Onajon. Onajon, bizni qo'rqitmang. Oyijon. Oyijon. Onajonim, rozi bo'ling mendan. Roziligingiz alomatim, onajonim. Stop. O'tirgan joyi yo'q ekan, o'tirgan. Notariya. Jambolariga na'musangizni ota-onam oldiga qo'ying. Ko'rpa, shuncha ko'rpani kalavat turibdi. Ko'rpachada ko'p. Nima? Sen bolangiz. Stolda. Roda o'tirgan holatda boshqa turib qolibdi. Manikimi? Yo'q. O'g'il bola-da. Bo'ldimi? Matatsik. Ketdi, davay, boshlaylik bolajonlar. Tak, diqqat. Komanda. Запись. Pes. Kamera mashg'ulot. Tayyor bo'lsanglar. Oxirgi vaqtlar rangingdir. Holsiz ko'rasan. Holsiz ko'rasan. Adasi ishlaringiz yurishmay qolganiga indamadim. Tobim qochib doktorga ko'ringanimda davolamay dori ichib yurgandim. Biz ishlaringiz yurishmagani uchun shu paytgacha indamay yurganim. Tobim qochsa ham dori ichib yuraverardim. Bugun shifokor ko'rigiga bordim. Ichgan dorilarimning foydasi bo'lmadi. Bugun shifokor ko'rigiga bordim. Ichgan dorilarim foydasi bo'lmadi. Kuchim yo'q, doktor yotib davolamasangiz bo'lmaydi deyapti. Nur olishingiz kerak dedi. Kuchim yo'q. Doktor yotib davolamasangiz bo'lmaydi. Nur olishingiz kerak. Yo'q. Nima deyapsan? Qanaqa nur? Nima deyapsan? Qanaqa nur? Menda jiddiy kasal topishdi. Menda jiddiy kasal topishdi. Menda jiddiy kasal topishdi.
Nega menga shu paytgacha aytmading? Nega menga shuncha vaqt aytmadi? O'zi dardingiz ortib turgan bo'lsa. Men shu paytgacha yaxshi eshitmaganingizga menga ahamiyat bermasangiz kerak deb o'ylagandim. Menga shu paytgacha e'tibor bermadingiz. Gapirsam ahamiyat bermasangiz kerak deb o'yladim. Nimalar deyapsan? Meni sen va bolalarimdan boshqa hech kimim qolmadi. Bilaman, bolalarim kechirishmasa kerak. Ota bo'lib qo'limda shuncha davlatim bo'lsa ham ularga bee'tibor bo'ldim. Bilaman. Bolalarim meni kechirishmasa kerak. Qo'limda shuncha davlatim bo'la turib ularga yordam bermadim. Qizimni o'zing hunarli qilding, o'qitding, uzatding. Qizimni o'zing hunarli qilding, o'zing o'qitding, o'zing turmushga berding. O'g'limiz ham qiynalib o'z yo'lini qidiryapti. Sendan bolalarimdan boshqa hech kimim qolmadi. Nimalar deyapsan? Karima, menda sen va bolalarimdan boshqa hech kimim qolgani yo'q. Ota bo'lib qo'limda shuncha davlatim bo'lsa ham ularga bee'tibor bo'ldim. Ota bo'lib qo'limda shuncha davlatim bo'la turib o'z bolalarimga, farzandlarimga bee'tibor bo'ldim. Qizimni o'zing hunarli qilding, o'qitding. Qizimni o'zing hunarli qilding, o'qitding, o'zing to'y qilib, to'yida bosh bo'ldingmi? o'zing uni Nodirni anaqasiga ixtiros. Men o'zi hayron bo'ldim, shu Nodir dasturxonlarni dedim, dasturxonlarni akkuratli qilib mana deydi. Kelgan joyida hamma yoq akkuratli qilib ketayotgan ekan. Desa, u gap qolishayotgan ekan. Kuyov bola bo'lib dasturxonlar tuzab yuruvdi. Behol ko'rinasan shu kunlarda. Ketdimi? Da, ketdi. Onasi. Rangingda rang yo'q-a? Mazam bo'lmayaptimi? Shu kunlarda birozgina g'alati ko'rinyapsan. To'g'ri, shu kunlarda mazam yo'q. Shu paytgacha o'zingizni tashvishlaringiz ko'p deb aytmayotgandim. Dori ichib yurgandim. Shifokor ko'rigiga borsam, endi ichayotgan dorilarimni ta'sir qilmaydi kerak. Men davolanishim kerak ekan. Nur olishim kerak. Nur? Bor, so'g'a kasalim jiddiy ekan o'shanda. Kasalim jiddiy ekan dadasi. Nega menga shu paytgacha aytmading? Nega menga shu paytgacha aytmading? Aytganimda nima ham o'zgarardi? Aytganimda nima ham o'zgarardi? O'zi mendan tashqari dardingiz tiqilib yotibdi. Shu paytgacha e'tibor bermadingiz. Shu paytgacha e'tibor bermadingiz. Bundan keyin ham ahamiyat bermaysiz deb o'ylagan. Nimalar deyapsan? Sening bolalaringdan boshqa hech kim qolmadi. Nimalar deyapsan, Karima? Sen va bolalarimdan boshqa menda hech kim qolmadi. Es. Nachilik? Mana orasi. Suvdan o'pib. Chek bo'lsalik. Yana ichasan. Yo'q, bo'ldi. Dadasi, Bo'ladi. sizda gapim bor. Eshitadi onasi. Meni kasalim tuzalmaydi shekilli. Sizdan bitta narsani iltimos qilmoqchi edim. Nima narsa? Men o'tganimdan keyin Yo'q, nimalar deyapsan? Davolanyapsan, xudo xolisi tuzalib ketasan. Yo'q, onasi. Nimalar deyapsan? Davolanyapsan-ku. Bu kasallikni yengib o'tganlar bor. Sen ham xudo xolisi yaxshi bo'lib qolasan. Hoy onasi.
bu kasallikni yengib o'tganlar bor. Sen unaqa dema. Sen meni yolg'iz qoldirib ketishni umuman o'ylama. Men bo'lmayman shekilli. O'lim haq qachon kelishini hech kim bilmaydi. O'lim haq. U qachon kelishini hech kim bilmaydi. Onasi, qizimsan. O'g'limizni to'yini birgalikda qilamiz. Birgalikda o'g'limizni baxtini ko'ramiz. Xudo xolisi to'yda birga o'ynab kulamiz, birga qo'sha qaraymiz. Onasi. Xudo xolasa o'g'limizni to'yida birga raqsga tushamiz, birga o'ynab kulamiz. Sen faqat yaxshilikni o'yla. Ikkalamiz bir-birimizga suyanib, qo'sha qarib uzoq umr ko'ramiz. Ikkalamiz bir-birimizga suyanib uzoq umr ko'ramiz. Nevaralarimizning baxtini, nevaralarimizning to'yini ko'ramiz hali. Bo'lmasam optashim. Haydar, sen pastkash ablah odam ekansan. Uydagi gapni ko'chaga chiqarmagan. Onamni oq yuvib taragan, xo'rlanib dard orttirgan. Tili kechirsa ham dili kechira olmagan Karima, o'zimni umr yo'ldoshim. Ko'nglingni qoldirganimni bilaman. Nima qildi? Ya yiqilib tushdim, o'zim bilaman shundoq. Eshik ochilib ketib qoldi. Eshik ochilib ketib qoldi. Bugun kelma degan edingiz-ku, nega birdan keladigan bo'lib qoldingiz? Uyga borganimdan voy, ajab qilibsiz. Ovqat qilmaganimni sezgandek yurtma olib Mikrofonini taqasam. O'zimni degan yo'limga Syomka tugadi. Katta rahmat Hamidaga. Juda ham chiroyli syomka bo'ldi, fayzli syomka bo'ldi, e'tiborli syomka bo'ldi. Eng asosiysi Iqror telenovelalarni ko'rib boringlar. YouTube kanalimga ulanginglar. Like bosinglar, xullas kalam hamma narsani bosib tashlanglar bo'ldi. Negativchilar, sizlar ham tavsiya beringlar nima qilish kerak bo'lgan. nima qildi?